kitoblar 4 xil bo'ladi. Mhm. Birinchisi odamni ruhiyatini barqarorlikka olib boruvchi vahiy bilan bog'liq bo'lgan kitoblar, din diyonat kitoblari. Va bu kitoblarni o'qiydi nimaga? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo dunyo ishlarida kuchli, mahoratli bo'lib, oxirat ishlarida hech bilimi bo'lmaydigan odamni yomon ko'radi dedilar. O'sha uchunki oxirati uchun tayyorgarlik o'laroq buni biladi. Bu birinchi turdagi kitoblar. Ikkinchi turdagi kitoblar bu odamga umumiy saviya beruvchi kitoblar. Umumiy saviya beruvchi kitoblar, bularni o'qish kerak. Mana ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, boshqa mavzulardagi turli kitoblarni, musulmonlarniki bo'lsin, boshqa din vakillariniki bo'lsin, musulmon odam hikmatni topgan joydan topib ketaveradi. Shuning uchun bularni o'qib, ulardan foydalanadi. Bu ikkinchi turdagi kitoblar. Uchinchi turdagi kitoblar bu badiiy kitoblar. Bularni o'qiydi. Nima uchun? Tasavvurini kuchaytiradi. Odamga bir boshqacha bir nimalar, hissiyotlar, fikrlar, boshqalar beradi. Ijobiy ma'noda she'riyat o'qiydi, boshqa shunga badiiy kitoblar o'qiydi. Ayni qaysidir ma'noda bir hayotdagi biror chekinish bilan qaytish bo'lish uchunda. Va to'rtinchi turdagi kitoblar bu o'zining sohasiga oid kitoblar. Mutaxassislik kitoblar. Mutaxassislik kitoblar o'sha bizda ustozlar qoidasi bor. Hamma narsadan bir asl-asliga nasibing bo'lsin deydi, lekin bir narsadan hamma yo'qni olgin deydi. Ya'ni o'shanga butun diqqating bilan kirishgan deydi. Odam o'zining sohasini mukammal o'rganishga harakat qilish kerak. Shuning uchun sohasida nima kitob yozilsa, qaysi tilda bo'lsa, ayniqsa hozir tarjima boshqalar olsa, odam shuni o'qish kerak, allohga.